Akalar barchaga assalomu alaykum do'stlarim. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan esa men ekran ortida Oybek Abubakirov, siz esa Oybek TV kanalidasiz do'stlarim. Bugun esa men o'ylayman anchadan buyon orzu qilib kutgan o'yinlardan biriga start beryapmiz. Bu esa akalar millionerlar o'yini desak ham bo'laveradi, chunki orqamda turgan mashinani ko'ryapsizmi? Hayotni bir umrga o'zgartiradigan vaqt keldi do'stim. Bir omadingizni sinab ko'rasiz. Akalar, kanalimizda kimki yangi bo'lsa, birinchi marotaba yoki bo'lmasam anchadan buyon kuzatib yurgan bo'lsangiz, birinchi navbatda podpisatsiya qilishni unutmaysiz, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Va mana shu video ostida Telegram kanalimizning silkasi bor. Silkaga bosib Telegramga o'tasiz. Boli batafsil ma'lumot har kuni videolarni shu yerda qo'yib boramiz. Agar tushunmagan joyingiz bo'lsa, ekranda ham QR kodni va nomer telefon, WhatsApp nomerimizni qoldiramiz. WhatsAppda yozib qoldiring, bolalarimiz esa sizga Telegram kanalimizni qanday qilib topish kerakligini tushuntirib berishadi. Bo'lmasam akalar, bugun yangi o'yinga start beryapmiz. Har bir men o'ylayman erkak kishini, nafaqat erkak kishini, har bir insonni men o'ylayman orzuyi bo'lsa kerak, imminni BMW X6M Competition, ya'ni e'tibor bering, prosta X6 emas. X6'larni ichida otasi bo'ladi akalar. Mashinada 600 uyoq ot kuchi akalar, 3-5 sekund 2,5 tonna bo'lishiga qaramasdan turgan joyida aylanadi akalar. Tasavvur qiling. Men o'ylayman har bir aka ukamiz BMW deganda drift, motorda ovozi, vixliplar. Mana shuni hamma yo'q esa mana shu mashinada taqdim etilgan. Ikki og'iz mana shu yerda akalar, bo'lmasam qandoq qilib ishtirok etish kerak va nechta chiptamiz bor, tezda tushuntirib o'tib ketsam. O'yinimizda 3 ta glavniy priz bo'lyapti akalar. 2 ta Kia Rio, ikkalasi ham 2021-yil, ikkalasi ham avtomat korobkada, biri 6 объем, 123 tadan ot kuchi. Mashinamizda akalar podogrev rul, podogrev sidzeniya, konditsioner, katta multimedia, hammasi stiklopodъемник va do'stlarim kruiz kontroli bilan. Ya'ni hozirgi kunda qishki kunida akalarimiz o'zini yaxshi his qilsin deb podogrev rul, podogrev sidzeniya sizga juda ham asqotadi. Unisi ham, bunisi ham bir xil komplektatsiyada. Bosh sovrin. Glavniy prizda esa akalar BMW X6M Competition 90 ming, 100 ming dollarlik mashina qo'ydik akalar. 2000 rubl chiptamizni bahosi. 5999 dona ishtirokchi bu o'yinimizda ishtirok etyapti. Omadingizni sinamaysiz akalar. Men o'ylayman, keyin afsuslanish bo'ladi. Shuning uchun Telegramga o'tamiz. 2000 rubl evaziga o'z omadimizni sinab, bir umrga akalar hayot o'zgarishi mumkin. Imminni mana shu mashinadan keyin. Endi men sizlarga qisqa qilib mashinalarimizda nimalari bor aytib bersam. Adaptivniy lazer faralarni ko'ryapsizmi? Katta reshotkalar, по кругу 360 gradus kamera, proyeksiya лобовое стекло, полный panorama lyuklari bilan, удержание полосы akalar. 8 tubkalik robot avtomat korobka turibdi. Juda ham tez переключать qiladi. Ikkita mokriy disiplinasi bilan juda ham baquvvat akalar. 600 uyoqdagi och kuchini korobka ushlab berish uchun hazilakam dizaynerlar buni ustida ishlamagan va injenerlar akalar. Bu esa nastoящий eksklyuziv variant. 6 porshlik tormoznoy sistema, oldida ham, orqasida ham. 21 разный широкий diskalarda akalar, endi o'chirib qo'yib oldi привод. Orqa privodni o'zida drift qilsangiz ham bo'ladi. Video davomida ko'rsatib berdik, o'zingiz ko'rdingiz. Endi do'stlarim, sijenalarga kelsak, bu do'stlarim regirovkalar nima desangiz bu mashinada hamma yo'q yetarli. Полностью M надписlar, M rul, Sport plus 2 rejimlar rulini o'zida. M1, M2 qilib yozib ko'rsatilgan va mana bu qo'limdagi kalitni ko'ryapsizmi do'stim? Полностью kalitdan turib hamma yo'g'ini upravlat qilsiz bo'ladi. Mashinani benzin bakiyu boshqasi yo'q. Akalar, bu o'yinimizda esa 3 ta mashina 2000 rubl chiptamizni bahosi 5999 dona ishtirokchi ishtirok etyapti. Va pul prizlari bundan tashqari bitta 100 ming rubllik, bitta 50 ming rubllik, 10 ta 15 ming rubllik, 100 ta 5 ming rubllik pul prizlarimiz bo'lyapti. 2000 rubl evaziga akalar. Men o'ylayman, hayotni o'zgartiradigan vaqt toshna keldi. Bir omadingizni sinab ko'rasiz do'stim. Barchaga omad yor bo'lsin, omadinglarni bersin akalar.